Navoiy ko'chada o'tgan safargi kottejda egizagi yonma-yon. O'tgan safar bunisi edi, reklamaga qo'yilgan, endi bunisi chiqdi. Bombasi va shokoladi chiqdi, mana tayyor bu. Bu ham kottej. Eshiklari ikki sloyli. Paliflari mana hamma yo'g'i tayyor. Bunda ham pajanli xotlar bor, akfalari mana ikki sloyli. Bu ham tayyor. Salkam 3 sotiklik bu. Mana pajanli xoti. Ichkarilardan ko'rsatamiz. Bu xonadonimiz ham hech kim yashamagan xonadon. Mana kirganda oshxonasi. Mana zali. Mana zalida chiqishi. Zo'r mana. O'tgan safargina egizagi deb bekorga aytilmadi. Ko'rinishi. Yana bitta xonasi, detiskisi bu ham. Bu ham ko'p bolalarga juda tushadi. Ko'rinishi. Eskidan chiqamiz. Mana spalnisi. Bunda ham xuddi shunday sanuzeli bor, mana tayyor sanuzeli. Mana ko'rinishi. Mana pajanli xoti. Bu ham pajanli xoti bor. U xonadonga o'xshagan buniki ham. Mana общий sanuzel. So'raganlarga hech kim yashamagan, mana shu yerda bor jihozlari qoladi. Gilami, pardayu hamma yo'g'i o'zimizning ukaxonniki. Mana egalarining nomerini qo'yib qo'yamiz. Bu yerda ham shu mana bu tomoni xudo xolasa hozir barakani ustida turibdi. Buni ham obzorini qilib beramiz. Mana yonma-yon kottejlar. Lokatsiya so'raganlarga Navoiy ko'cha, Bog'dod Center, Navoiy ko'cha, gaz, suv, svet bor, kadastri joyida. Narxiga kelsak 60 ming ozgina kami bor. Bog'dod uy bozorini kuzatishda davom etinglar. Like, podpiska bosib qo'yamiz.